Hürmetli vatandaşım, endilikdeki haberimiz, leksiyamiz sizlerning diqqatingizda bolsun. Bu Uyg'urlarning hayotiga munosabatli leksiya. Oxirida buni tahlil qilamiz. Sana rahmat dedi. Mavzu mundaq. Sana rahmat dedi. Hindistonning Shanxay hamkorlik tashkiloti qatnashtirdingiz dedi. Hindistonning vaziri Modi Prezident Vladimir Putinga rahmat etdi. Mavzuli xabar 6-oyning 1-kun Fanvi Tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hindistonning vaziri Modi 1-kunidan boshlab Rossiyada ziyoratda bo'ldi. Bu ziyoratning eng muhim bir tarafi Prezident Vladimir Putin bilan birlikda 18-navbatlik Hindiston-Rossiya yillik yuqori darajalik yig'ini Peterburg xalqaro iqtisod munbiriga qatnashish edi. Hindiston vaziri Modining eng muhim xizmati, eng muhim vazifasi 18-navbatlik Hindiston-Rossiya yillik yuqori darajalik yig'ini Peterburg xalqaro iqtisod munbiriga qatnashish edi. Hindiston bu yil Peterburg xalqaro iqtisod munbirining muhim mehmon davlati edi. Munbarda Hindistonda yasalgan mahsulotlar ko'rgazmaxonasi va suhbatlashish ishxonasi ta'sis qilingan. Yig'in mezgilida, ya'ni Hindiston kiyim-kechaklari ko'rgazmasi o'tkaziladi. Yig'in mezgilida, ya'ni Hindiston kiyim-kechaklari ko'rgazmasi o'tkaziladi. Suhbat jarayonida Hindistonning vaziri Modi mundaq dedi. Hindiston bilan Rossiya o'rtasida bir-biriga ishonish munosabati bor. Xalqaro sahnada barliq masalalarda Hindiston bilan Rossiya bir safda turib kelmoqda. Hindistonni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishga qatnashtirdingiz. Prezident Vladimir Putin, sizga rahmat. Shanxay hamkorlik tashkilotining yuqori darajalik yig'ini 6-oyning 8-kuni Qozog'istonning Ostona shahrida o'tkazildi. Navbatda Prezident Vladimir Putin bilan Hindistonning vaziri Modi bu yerda yana bir qatam uchrashdi. Rossiya bilan Hindiston ikki chong davlatning yadro hamkorligi munosabati bor. Prezident Vladimir Putinning yordamchisi Ushakov oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Rossiya va Hindiston rahbarlari suhbat mezgilida ikki davlat Kotan Quram yadro elektr stansiyasi qurishi va 6-numurliq motor gruppasiga qarz pul berish va qarz pul bilan ta'minlash to'g'risida kelishim va hukumatlararo kelishim imzoladi. Rossiya bilan Hindiston, ya'ni kelgusi 20 yil ichida Hindistonda Rossiya loyihalagan 12 yurish yadro elektr stansiyasi gruppasi qurishni tashkilladi. Hurmatli vatandoshlarım, Shanxay hamkorlik tashkiloti 1996-yili 4-oyning 25-kuni Shanxayda qurilgan edi. Shu vaqtdan boshlab hisoblaganda hozirgacha bu tashkilotga Afg'oniston, Pokiston, Turkiya qatorliq davlatlar qatnashish mumkinligi to'g'risida paranglar o'tirg'i chiqqan edi. Hindiston bordi. Shuning uchun bugun Hindistonning vaziri Modi Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinga rahmat aytib, o'zining yoki Hindiston davlatining Shanxay axborotiga, hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lib qatnashishiga yordam qilganligi yoki yo'l qo'yganligi uchun prezident Vladimir Putinga rahmat aytdi. Buni oxirida sizlar bilan tahlil qilishimiz hurmatli vatandoshlar.